Hozirda ko'p ota-onalarimiz bolalardagi nevroz holatlari bilan ko'p murojaat qilishmoqda. Ko'proq ko'zini pirpiratish, ya'ni nerv tiklari, tungi enureziyalar va duduqlanish holatlari bilan asosan shikoyat qilishyapti. Bu holatlar hamma bolalarda ham kuzatilmaydi. Asosan psixoemotsional holati labil bo'lgan bolalarimizda, ya'ni his-hayajonga beriluvchan, biroz qo'rqoqroq bolalarimizda birorta stress, qo'rquv natijasida kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Agar farzandlaringizda duduqlanish, ko'zni beixtiyor pirpirashi, tungi enurez, bolaning o'ta injiqligi, asabiylashishi, uyqusizlik holatlari kuzatilsa, albatta nevropatolog qabuliga keling. Biz albatta sizning farzandingizga nevrolog va psixolog muolajalari bilan birgalikda farzandingizga yordam beramiz.